katta lavozimda ishlaydiganlarni qanday kasalliklar birlashtirib turadi? Ko'pchilik hokim, prokuror, sudya, налоговыйda ishlaydigan tanishlarimizda bitta muammo: qandli diabet, asab kasalliklari, qon bosimini ko'tarilishi, yurak-qon tomir kasalliklari ko'proq uchraydi. Bu sohadagi do'stlarim va tanishlarimni, bemorlarimni tahlil qilib chiqqanimda, ularni ish vaqti yarim kechasigacha davom etganligi, yakshanba kuni ham ishlaganligi va haddan tashqari ko'p stresslarga berilganligi uchun ularda yuqoridagi kasalliklar ko'proq uchrayapti. Bundan tashqari ular o'zini sog'lig'iga vaqt ajrata olmayapti. Hattoki davolanmoqchi bo'lsa ham 3-4 kunda yana ishga qaytishga majbur bo'lyapti. Bugungi kunda stress hayotimizning bir qismiga aylangani rost, lekin bularda stress bir necha barobar yuqori bo'lganligi uchun ularda bunday kasalliklar og'irroq va xavfliroq kechyapti. Shuning uchun siz shu sohada ishlasangiz, o'zingiz va qo'l ostingizdagilarni hayot sifatini yaxshilanishi va sog'lom bo'lishini xohlasangiz va yuqoridagi kasalliklar bilan kasallanmasin desangiz, ularni to'g'ri hayot tarzini kechirishini ta'minlab bering. Vaqtida uxlashini, vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tib, o'z sog'lig'iga befarq bo'lmasdan sport bilan shug'ullanib yurishini ta'minlab bering. Shunda yuqoridagi kasalliklarni oldini olgan bo'lasiz. Bu videoni shunday ertalabdan kechgacha dam olmasdan ishlaydigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.